Hurmatli abituriyentlar hamda bakalavriat bitiruvchilari, xalqaro darajada ta'lim olish, xorijiy tajribani oshirish hamda ikki davlatning nufuzli oliy ta'lim muassasalari diplomiga ega bo'lishni istaysizmi? Unda bu imkoniyat aynan siz uchun. Samarqand davlat pedagogika instituti hamda Belarus davlat pedagogika universiteti hamkorligida 2026-2027 o'quv yili uchun qo'shma bakalavriat hamda magistratura ta'lim dasturlariga qabul boshlandi. Bakalavriat bosqichida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, magistratura bosqichida esa ta'lim va tarbiya nazariyasi hamda metodikasi, boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi bo'yicha hujjat topshirishingiz mumkin. Ta'lim rus tilida olib boriladi. O'quv jarayoni zamonaviy gibrid shaklda, ya'ni onlayn va offlayn formatlarda tashkil etiladi. Ta'lim jarayonlari Samarqand davlat pedagogika instituti bazasida tashkil etiladi. Mashg'ulotlar O'zbekiston va Belarus malakali professor o'qituvchilari ishtirokida zamonaviy xalqaro ta'lim standartlari asosida olib boriladi. Bakalavriat dasturi doirasida talabalar 3 yil Samarqand davlat pedagogika institutida hamda 1 yil Belarus davlat pedagogika universitetida tahsil oladilar. Magistratura doirasida 1 yil Samarqand davlat pedagogika institutida va 1 yil Belarus davlat pedagogika universitetida tahsil olish imkoniyati yaratilgan. Ta'lim jarayonida nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirilib, zamonaviy pedagogik yondashuvlarga alohida e'tibor qaratiladi. Dastur yakunida bitiruvchilarga Samarqand davlat pedagogika instituti hamda Belarus davlat pedagogika universiteti diplomlari topshiriladi. 2026-2027 o'quv yili uchun hujjatlar qabuli 2026 yil 25 avgustga qadar davom etadi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyida ko'rsatilgan telefon raqami yoki Telegram manziliga murojaat qilishingiz mumkin. Xalqaro qo'shma ta'lim dasturlarida tahsil olib, kasbiy salohiyatingizni yangi bosqichga olib chiqing va xalqaro darajadagi diplom sohibiga aylaning.